Qarindoshlar, bizlarniki yardımlarga muhtaç. Sharqi Turkiston qanjiqlayotidi. Sharqi Turkistonda o't kuyayotidi qarindoshlar. Sharqi Turkiston ochiq bir turma. Xitoy kommunistlari, tajovuzchilar bizning vatanimizni besib oldik deydi. Albatta ular besib olmaydi. Ular faqat vaqtlik o'zininki havo havaslarga ishinib, o'zininki rezillikini dunyoga tumtish orqali hayvisini ko'kitayotdi. Buning bilan bizning hech qanday ruhimizni sundira olmaydi albatta. Biz qalbimizda har vaqt vatanimizniki muhabbeti bilan yaşayımız, hamon bir kuni vatan bizniki, vatan hamon qon to'kib jonimizni berib turib olamiz. Shaxsan mening qarindishim Olimjon Ro'zi hech bir vaqt men inimga ishinaman, ota-onamga ishinaman, onamga ishinaman, butun Sharqi Turkistondagi xalqimga ishinaman. Hech bir vaqt ular Xitoy kofirlarning oldida, Xitoy tajovuzchilarning oldida bo'ynini egib qolmaydi. Ular jasurlarcha yashashga tirishadi. Agar ularga shehidlik nisbi qilgan bo'lsa, Alloh taolaning oldida ular jasurlarcha kalma shahodat bilan shahid berishga rozi. Xitoy jasuslari, Xitoy kofirlari qulqinlarni din tutib olganlar. Biz hamon vatanimizni olamiz. Hamon vatanimizni olamiz. Biz mazlumlarning ko'z yoshlari bilan hamon bo'g'ildik. Xitoy jasuslari, Xitoy tajovuzchilari hamon bizningki mazlumlarning ko'z yoshlari bilan bizning onalarimizninki turmadagi ojiz yetim bolalarning ko'z yoshlari bilan ular ko'milib ketadi inshaalloh.